Assalomu alaykum. Bugungi ishlarimiz Xudo xolasa yashilab olganmiz. 4 kun uchun taxlab bermay bilamiz. Bu yerda gidaverishlar shunday bir xo'shga chiroyli kupina tiparlik taxlab bagetlar bilan ishlab berganmiz. Poldan patolokadon 250 yani 2 metr. Mishilkalar bilan chiroyli taxlab berganmiz. İyi benda uyga Yamadan takoya taxlab qo'ydilar. Ben tarafda zinani ishlari bitirdik. Xudo xolasa. Zinani tayini ko'rib baho berishingiz mumkin. Ben tarafda futbolchilardan foto bor ekan, chiqib qo'ydik. Zina bilan ikki fatmasi oldu. İşleri polka. Ben tarafından bir kichkina hoşlanmamız bu. Mana yine 1.35'e, bu ham 2,5 metr oldu. Bu ham kupeni. Mana ichlari beshilga taxlab beramiz. Yonboshlarni bageta bilan ishlab, cho'tkati taxlab beramiz. Shuning xizmatlarga kerak bo'lsa, pastga nomer qoldiramiz, bemalol aloqa chiqarasizlar.